Assalomu alaykum. Barcha viloyatli asalarichi aka-ukalarimiz, asal biznesi bilan shug'ullanadigan barcha kasbdoshlar. Xullas, ushbu asallarimiz Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida o'zim O'zbekistonda bo'lmaganligim sababli aniq ko'rsatib obzor qila olmadim. Xudo xolasa mana bugun Qashqadaryoning Misna asallari. Bu hech qayerdan kelmagan, Qozog'iston, Qirg'iziston yoki Rossiyadan kelmagan, hammasi o'zimizda Qashqadaryo asali. Shu holatdagi asallarimiz hammasi toza, tabiiy asallar. Qotgan bular hammasi shu holat ko'rinishda. Kesib obzor qilib ko'rsatamiz. Ranglari shu holatda bo'ladi. Xullas, shu holatdagi ranglari. Beda asali, paxta asali, yantoq shu asallarimiz bor. Shu ko'rinishdagi ta'miga, hidiga gap bo'lishi mumkin emas. Toza asallar. Hammasi bu shu bo'ylik asallar. Keyin o'tgan yildagi asaldan ham bor. Bitta bilakda qolgan. ikki ming yigirma to'rtinchi yilda asali bu. Shu holatdagi turmush kasali 200 kilo. 200 dan oshiqroq. Keyin buni asalimiz bor. Narxi yengilroq asaldan bu. $50,000 so'mlik. Shu holatdagi asallarimiz ham bor. Tam ajoyib. Olib sotuvchi akalarimiz olib ketishyapti. 50,000 dan 70-80 sotishyapti. Bundan ham kam qoldi. 200 kilo yaqin bor hozircha. Yana bu yerda beda asallarimiz bor. Beda asal qotgani, qotmagani shu holatdagilari bor. Qotgan beda asal. Yong'oq asal deydi, o'shandan olingan. Shu asaldan paxta asal bor. Katta o'chkalagi paxta asalimiz. Qotgan holatda.
ishqilibga toshday bo'lib qotib ketibdi. Bular hammasi o'zimizning Qashqadaryo mis narsalari. Garantiyali yasalgan. 200 kilolik bichkara bular. Bunisi bidan asal. Şokolad rangi. Bida asalı bu. Ta'miga bo'lishi mumkin emas. Masalarimiz ajoyib holatda. Faqat mana shu yerda 60 kilomi zamirga boqib olingan, o'zaro tabiatlangan, shira berilgan asal bu. Narxi 45 ming. Arzon, zaif sotamiz borini. Qolganini hammasi bu narxlari toza asallarimiz 65 mingdan boshlanadi. 120 mingga davr asallarimiz bor.